Mana shu xo'jayinim bilan birga to'ylar qilib yaxshi yurishimizga tilakdoshman. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, ushbu videoni ko'rib turgan aziz insonlar, saxovatpesha insonlarga men ushbu roligimda murojaat qilib chiqdim. Ko'nglim bo'lmadi. Anchadan beri video yozganim yo'q, akalar, ukalar, bilasizlar. Yordam bo'yicha sizlarga murojaatga chiqishga majbur bo'lib qoldik. Men o'zim Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan bo'laman. Bizni yaqin birodarimiz kasal bo'lib qolgan ekan. Menga Telegramdan kelib qoldi bu xabar. Shu insonga mana obunachilarim bilan baham ko'rib, birgalikda, birdamlikda, kuch birlikda 3 kun vaqtlari qolibdi. Video davomida ham qo'yib beraman sizlarga. Hammasini batafsil ko'rib olasizlar. Shundoq o'tkazib yuborgim kelmadi aka-ukalar. Akamiz Cho'lyunusdan 3 nafar farzandlari bor. Hindistonga yaqinda 3 kun, 4 kun ichida Hindistonga chiqib ketish kerak. O'zlari pul mablag'larini yig'ishgan, yetishmayapti. Sizlarga murojaatga chiqdim akalar. Mendan hech kim iltimos qilib so'ramadi videoni qo'yib bering deb. Lekin men o'zim shunday qarorga keldimki, shu insonga yordam beraylik. Kanalimda obunachilarim bor. Saxovatpesha insonlar juda ham ko'p. Mana bu ulug' kunlarda inshaalloh savobga ishlamoqchi bo'lgan insonlar mana shu fursatdan foydalanib qolishlaringni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Akalar, gapni juda ham ko'p gapirib o'tirmayman. Videoni davomida hamma narsani o'zingizlar ko'rib olasizlar, tushunib olasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik, bardamlik akalar. Salomat bo'linglar. O'zim 100% balli sog'liq odam emasman. Shu akam yonimda qolish uchun harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Mana bugun ertalab sahardan keyin mol bozoriga aytavdik kecha. Hammasi borishdi mol bozoriga. O bu yerda men o'zimiz Bag'dodni ahamiyati yo'q. Shu qishlardan bir meni yoshlardan harakat qilyapti shuni. Kamida 50 yoshlardan harakat qilyapti. 4 kun, 5 kun oralig'ida kimdirda hayoti yaxshi bo'lib ketishi yoki kimdir oramizdan ketish haqida bo'lgan voqea. Ular o'sha insonni do'stlari, mahalladoshlari, mablisa shu insonni ukalari. Aytdilarki, agar dedi, akam dedi, hayotda yashab ketishi uchun dedi, jigarim akam, jonimni so'rasa ham berardim. Sabab biz uchun ota yo'llaydi. Otamni ko'rgandek bo'lib turardim, deb gapirdilar. Hozir o'rtoqlariga, qadrdonlarga yuzlarning mahalla kuydan, qo'shni qishloqlardan ancha yig'ilibdi. 12 ming, 13 ming atrofida pul yig'ilgan. Yana bir 10 ming, 12 ming atrofida pul kerak bo'lyapti. Endi bugun bizni shu videomizni siz oldingizdan chiqarib qo'yib bir narsaga guvoh qilib qo'yish emas, lekin qo'ldan kelsa 1000 so'm ehson bo'ladi. Bugun shu o'zani muborak kunida hammamiz majbur bo'ldik murojaat chiqishga. Men bu insonlar bilan bugun ko'rishyapman. Kecha men bilan bir juda o'tirib dasturxonda o'tirib yo'q, bir cho'chgan insonlar emas. Xudo uchun, Alloh uchun yaxshilik qiling, keldi qolmang. Xohlasangiz qolgan gapni bu inson gapirsin, xohlasangiz do'stlari gapirsin. Bo'lib turgan voqeaga sheriymiz hammamiz. Boshqonadonda aka-uka, 2 oila yashaydi. Shuni sotib yoki birovga garovga qo'yib evazda ham shu akamizni saqlab qolsak bo'ladimi deyishgan masalaga chiqishdi. Lekin hozir imkoniyatlar yo'qligi mobaynida 5 ta bola vatansiz ham qolib ketmasin degan maqsadda shu mahalla-ko'y hamma yoshi kattasi hammasi birdan bo'lib shunga harakat qilgan joyimiz. Sotadigan yoki bir garovga qo'yadigan holat ham yo'q-da. Bu yerda faqat shu xalq bilan bitib ketayotgan bitta bir insonning hayotida. Sen aqda yordam ber. Nimaga menda pul deb katta pul bergan imkoniyatim yo'q-a? Hech bo'lmasa shu tomondan bo'lsa ham yordam beray, bugun yur, sen ham chiq. Men ham chiqay deb o'rtaqizda adashmasan. Yaqinroqmiz, birga katta bo'lganmiz, birga o'ynab yurganmiz. Nogahon kelsang yonimga, Azroil ko'stiki jonimga, iltimos tegmay tur, poklanib borayin Allohim yoniga. Akam ota-onamni ota edi biz uchun. Jigar akani jonimni berishga ham tayyorman. Hamisha vaqtimizda sog' bo'lib yurishini Xudodan so'rab qolaman. Do'stim, doim mahalla, doim birdamiz, yonimizdamiz, hech qachon yolg'iz emassiz, doim birga bo'lamiz. Xudo xolasa tuzalib ketish bo'lib ketsa, Xudo xolasa. Farzandlar to'yga bosh bo'lib turasiz. Mana shu yerda Xudo xolasa to'ylar qilamiz farzandlarimizga, Xudo xolasa bosh bo'lib turasiz. Mahalla doim birgamiz, xalq doim birga turamiz. Yaqinda bir yangi qishloqda ehson yig'ib yurdik. Bir xo'jayin o'tib qolgan bir opani
ta'sirli gapim juda menga ta'sirlandim. Pulim yo'q deydi opam. Mana shu uyimda dakan tovuqlarim bor deydi. Ana shuni tanlab olingni, shuni olib ketib menga shu akaga ehson bo'lsin dedi. Shunday ko'rdim, hayajonlanib ketdim. Yig'ladim, kelib 15 marotaba ko'rib, u videoni ko'rib ta'sirlanib yig'ladim. Onamga qo'yib bersam, onam ham yig'ladi. Hech bir bandani otasi o'lmasin. Hayit namozlarida har bir otani o'zidan olishlikni, hayit namozida, hayitliklarda olishlikni Alloh taolo nasib eder qilsin. Men 4 yoshlikda otadan qolganman. Hech bir banda bunday yetim bo'lib qolmasin. Hech bir men orlanmayman. Bugun mol bozorda turdim. Hech qachon men uyalmayman. Nimaga mo'minda haqqi mana shu Ramazon oylarida mana shifo bersa Alloh taolo ajrmas, Xudo xolasa. Biz o'tgan shanba kundan shu akamizga, Qodir Lazbek akamizga ehson yig'ishni boshlaganimizda juda ko'p qishloqlarda bo'ldik. Shu Bog'dod tumanidagi barcha jamiki qishloqlarga nisbatan Paxta qishloq, Matqulobod, Cheksaroy, Chekto'da, shu Gaptabaza, Qo'shtegirmon, Ultarma hammasiga bordik, Xudo xolasa. Uning ichida 1000 so'm, 5000 so'm, 2000 so'm, 100 ming, 50 ming, 200 ming berganlar bo'ldi. Xudoga shukr. Shuncha mablag'ning ichidan yig'ilgan summamiz hozir shu 12 ming oshiqroq, ziyodroq pul bo'ldi, Xudo xolasa. Birdamlikda bo'lib, shu 12 ming ziyodroq pul yig'dik. Akamizga lekin 25 ming dollar, AQSh dollari so'rashdi. Shuni endi biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik, mahalla uylardan harakat qildik, yordam so'radik. Qayerga borib, kimni eshigiga borishni bilmaganligimiz uchun xalqdan murojaat qilib, iltimosnoma bilan chiqishimiz shu. Barchalarimizni ehson qilganlarimiz Alloh dargohida qabul qilsin. Hammalaringga rahmat. O'zimning ham niyatlarim bor edi. Shu farzandlarimning to'ylarini ko'rish, ayamni hojiga jo'natish, shuni orzu havaslarim bor. Ozgina sizlardan shu sog'lig'im uchun ozgina men o'lsam birovga qiyinmas, o'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammaning yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas. Jigar sirroz tashxisi qo'yilgan ekan, 3-4 darajasida ekan hozir. Shu akamizga endi Xudo xolasa ozmi-ko'pmi mahalla-ko'y, shu yon atrofimizdagi mahallalardan imkoniyatimiz darajasida yig'ilgan summamiz ham shu 10 mingdan ziyod, 13 mingga yaqinroq juda ko'p ishni boshlaganmiz. Hammasida o'zbek xalqi birlashgan, o'zbek xalqi qo'ldan kelgancha yordam qilgan ekan. Bugungi kun siz uchun bo'lsin aka. Bugungi 5 ming so'm, 10 ming so'mni qanchadir endi qo'limizdan kelgan. Mana shu uyda kimni qarshisidan chiqib qolsa, Xudo bekorga chiqarmadimi oldidan. Xudoyim hamma narsani behikmat bermas ekanda. Bugun ko'rib turgan shu videomiz tagida ham bitta haqiqat turibdi. Yo qarsida bir qadrdonimiz kimdir uchun suyukli ota, kimdir uchun yaqin do'st, kimdir uchun aka. Muhimi bir jigarimiz mana shu yerda Allohdan shifo so'rab, bizdan yordam so'rab turibdilar. Alloh bizni agar sababchi qilib bersa, jannatda bitta eshikni ochilishiga sherik bo'lib qolsak, shunga xursandmiz. Xalqdan nima so'raymiz? Yordam so'raymiz. Endi bugungi qilmay turgan ehsonimiz 4 kun vaqtimiz bor ekan-a? 4 kun. Balki 14, balki 13, balki 15 qaysidir kun uchib ketish kerak ekan. Ozgina vaqt qoldi. Qadrdonlar, mana shu inson uchun bugun anchadan beri ehson olib chiqmagan edik. Bugun bu insonni iltimosini yo'l bermadik. Sabab vijdonga qo'ymadik. Endi agar bugun siz shu inson uchun vijdonan 5 ming, 10 ming, 100 ming qanchadir shu qo'yilgan kartalarga pul tashlab bir ko'nglingizdan o'tkazib qo'ysangiz, Alloh shifo bersin deb yozib qo'ying. Yaxshi yordam qilgisi qo'lidan kelib imkoniyati bo'lmay turgan insonlar bo'lishi uchun shuni birovga tarqatib qo'ying. Ya'ni birovga shu o'zimizni bir sal o'ziga bir yaxshiroq oilalar bor. Qadrdonlarimiz bor. Mahallada bir sal yetakchilar, kimgadir ehson qilsam, kimgadir yaxshilik qilsam deb yurgan odamlar bor. Shuni manfaatli bo'lish uchun tarqatib, imkon bo'lsa shu mahallamiz, gruppalarimiz bor, gruppalarga tashlaylik. Qanaqadir imkoniyat bo'lmasa, rasa bo'lmay turgan holatda Alloh shifo bersin deb yozib qo'yinglar. Men o'lsam birovga qiyinmas, o'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammaning yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas. Bugungi choyxonani, bugungi o'tirishni, kechki betki iftorni, o'sha duoda ochilgan qo'lni hammasini bugun shu inson uchun qilaylik. Hammasi Allohga. Alloh beramas, hech gapmas. Shu o'rtoqlarni sizlar qator o'ynab kulib yursa, men ham shunga xursandman, jon bolalarim. Qilgan mehnatlarga rozi bo'linglar. O'zi dard beribdi, shifosini ham bersin ilohim. Ko'plarni qatorida shifosini bersin.